Yaxshimisiz? 24 soat o'tdi. Lekin qizim uyga kelmadi. Siz esladim. Kecha kelgandingiz? Ha, kecha yoningizga kelgan edim. Kelmadi deng. Kelmadi. Yaxshi. Men qidiruv e'lon qilaman. Qizingiz haqidagi ma'lumotlarni yozib ketganingiz? Kecha yozib ketdim. Yaxshi. O'rtoq tergovchi, menda bir fikr bor. Jalol, aytavering. Ha, aytaver. O'rtoq tergovchi. Haligi Marjona qizimizni orqasida yuradigan Odilbek degan yigit bor. O'sha tinmasdan yurardi. Lekin Jalol ham, Marjona ham unga rozilik bermasdi. Gapingizni tushunaman. Qizingiz bilan kimlar aloqada bo'lgan bo'lsa, hammasini so'rab qolamiz. Xo'p. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. O'rtoq aytdim-ku, yana necha marta aytishim kerak sizga? Kerak bo'lsa 100 marta aytasiz. Sen Jalol akani oldiga bordingmi? Ha, bordim. Qizini qo'lini so'radim. Keyin u meni haqoratlab haydab yubordi. O'g'ri, kazzobsan dedi. Bu haqorat emas. Nafsoniyatim yetaydi, bo'ldimi? Keyin seni jahling chiqdi. Chiqadi albatta. Aka, chunki men o'g'ri emasman. Meni badstava qilishgan. Bunisi menga qorong'u. Nima bo'lganda ham sen qamalib chiqqansan. Nima? Qamalga odam emasmi? Meni ko'ngil qo'yishga, uylanishga haqqim yo'qmi? Aka, men Marjonani sevardim. Tushunyapsizmi? Sevardim. Uchi. Bu sevarmidi? Yo'q. Ukam, suymagan odamga suykalish yaxshi emas. Uka, nima bo'ldi? Nega uni qo'yib yubordingiz? Aka, uni bu yerda ushlab tashlab foyda yo'q. Menimcha u qizingizni qayerdaligini bilmaydi. Biladi. Qizimni undan boshqa hech kim yaxshi bilmaydi. Qayerdaligini. Siz-chi yaxshi so'roq qilmagansiz. Biladi qayerdaligini. Aka, asabiylashmang. Men o'zimni ishimni juda yaxshi bilaman. Agar bilsang, nega qizimni shu paytgacha topmadilaring? 2 hafta bo'ldi. 2 hafta.